Mana nimaga hamma uyga nержавейкali perila qildiryapti. Mabodo changib qolsa bitta suvni qo'yasiz, yaxshilab shunday holatda bitta artib olsangiz, top-toza bo'lib qoladi. Temir periladan farqi do'stlar, suvga chidamli bo'ladi, obto'ga chidamli bo'ladi, minus havodan bemalol zo'r turadi. Eng qizig'i odam ko'tarmaydiganlarga bemalol 100 kilogacha bo'lgan odamni ko'taraveradi. Buni farqi do'stlar, zanglamaydi, chirimaydi, hech nima bo'lmaydi. 10 yil garantiya, 1 yil servisi mutlaqo bepul bo'ladi. Ushbu xonadonimizga do'stlar palma fasonda, ya'ni nержавейкali perila qilib berishgan eng arzoni, ya'ni nержавейкali perilamiz narxi 223 ming so'mdan boshlansa, menga palma fasonda xuddi shunaqasidan kerak etsalar, endi do'stlar, bir pagona metrning narxi do'stlar 423 ming so'm bo'ladi. To'mbichkalarimiz narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, eng arzoni 300 ming so'mdan boshlab uyog'i ketaveradi. Bu narxlarning ichida vodiy bo'ylab dastavka, ustanovka, usta haqqi mahsuloti mutlaqo bepul. Ushbu ishlarda do'stlar 25 yillik faoliyatga ega Metalmar jamoasining Marg'ilondagi filiali qilib bergan. Nima deb o'ylaysizlar? Narxiga arziydimi, yo'qmi? Kommentda o'z fikringizni qoldirib, zakaz berish uchun akalarimizning nomerlarini pastda qoldirdik.